5-noyabr 2025-yil kuni soat 18:10 otganda Mening yurtim telekanalida Qodirxon Togri yo'l serialining 10-fasl 33-qismi namoyish etiladi. Bu qism tomoshabinlarni yana hayajonli voqealar, keskin qarorlar va chuqur hayotiy ma'nolar olamiga olib kiradi. Har bir sahna inson qalbining sinovini ko'rsatadi. To'g'ri yo'lni tanlash esa har doim ham oson emasligini eslatadi. Har bir yangi bo'limda Qodirxon to'g'ri yo'l insoniylik, fidoyilik va vijdon mavzularini yanada chuqurroq ochadi. Qahramonlar xatolar qiladi, lekin ularni tan olib, yurakdan kechiradi. Aktyorlarning tabiiy ijrosi, kuchli dialoglar va rejissorning nozik yondashuvi serialni alohida darajaga olib chiqadi. Bu serialni tomosha qilish, bu faqat ko'rish emas, balki his qilish, o'ylash va o'zingni qahramonlar o'rnida sinab ko'rishdir. To'g'ri yo'l har doim murakkab, ammo aynan shu yo'l odamni haqiqiy qiladi.